ishoning, bilmagan holda nolib yurgan odamlarni oldiga yursak, eng yaxshi olmani ham chirigan olmani oldiga qo'ysa chirish boshlaydi-yu. Shuning uchun negativ insonlarni oldiga yurdingizmi, signal bo'ladi. Hasan akam aytgani, mana shu bo'lsa kerak. Gulli ekmasam o't chiqadi, gul ekadigan joyga talpinishingiz kerak. Motivatsiyasi bor, ko'z yumgan insonlarga talpining. Motivatsiyasi bor insonlar ishoning yaxshi kitoblardan, yaxshi kontentlardan bo'ladi. Motivatsiyangiz bo'lsa, ichki dunyoyingiz, sizning tashqi dunyoyingiz bu ichki dunyoyingiz aksidir. Ichki dunyoyingiz esa do'stlaringiz va kitoblarning aksidir. Qozonda bori cho'michga chiqadi. Orzungiz, maqsadingiz, kelajakka umidingiz, hatto mana shu bino ham kimnidir ichki dunyosining aksi. Bu yerda ustozlar, bu yerda uchreditellar, bu yerda shu loyihaning tashabbuskorlarining mehnatining natijasi. U mehnatning natijasining orqasida yaxshi insonlar bilan bo'lgan suhbat, yaxshi drive, yaxshi olov yotibdi. O'shaning uchun motivatsiyani har doim yaxshi insonlarga talpinishdan oldik.